Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, salomatmisiz? Bugun tanqid qilmaymiz albatta, hukumatning yaxshi qilayotgan ishlari haqida gaplashamiz va vaziyatni ozgina tushunib olishimiz kerak deb o'ylayman. O'pkangizni havoga to'ldirib, chuqur nafas olib oling. Va biz boshladik. O'zbekistonning energiya strategiyasi haqida gaplashamiz. Bugungi kunda muqobil energiya bilan but modeli haqida gaplashamiz. O'zbekistonda Masdar va AS va Voltaliya kabi muqobil energiya bilan nima deydi, shartnomalar tuzadigan korxonalar, bu korxonalar qanday bo'ladi? O'zlarining pullariga Sherobodda, Navoiyda, Qoraqalpog'iston, mana Xorazmda o'zlarining pullariga muqobil energiya bilan ishlaydigan korxonalarni ishga tushirishadi va o'zlarining pullariga ishga tushirib, bu elektr energiyasini sotish natijasida o'zlarining qilgan xarajatlarini qoplashadi. Bu 25 yilgacha muddatga o'rtacha hisoblashgan shartnomalarni va keyinchalik bu qurilmalarni bizga tashlab ketishadi. Albatta ishlaydi yo ishlamaydi 25 yildan keyin. Nima bo'lganda ham biz 225 so'mlik 1 sent 1.80 sentlik, 2.67 sentlik, 1.75 sentlik, 1.74 sentlik arzon elektr energiyasiga ega bo'lamiz. Bu kompaniyalar, yana eslataman, o'z pullariga bu korxonalarni qurishadi, aholiga energiyani sotish evaziga 25 yil davomida o'z pullarini qoplashadi va keyinchalik korxonalarni albatta ishga yaroqli bo'lsa qoldirib ham ketishadi. Albatta tajribani qoldirib ketishadi, eng muhimi. Endi bizda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan atom energiyasi haqida ketyapti. Bir narsani tushunib o'tishimiz kerak, atom energiyasini qurayotgan paytimizda biz juda katta qarzdor bo'lib qolyapmiz yoki o'zimiz pulimizga qurishimiz kerak bo'lyapti. Bu degani deyarli 10 milliard dollarni sarflashimiz kerak bo'lyapti va muddati ham aniq emasda, qachon qurib bitkazilishi. Va u bitkazilgandan keyin ham bizga 8 sentdan tushyapti. Bu yerda hech biri mana 2 sent bor, 3 sentga yetmaganda aksariyati ko'rib turibsiz narxlarni bu tomonda va aniq hisoblab qo'yishibdi. Atom energiyasini qurganimizga 8 sentdan tushyapti bizga. Tasavvur qilyapsizmi 1 kilovatt uchun? Bu dahshatli. Hali uni tabiatga beradigan zarari haqida gapirilmayapti. Men sizga qisqacha tushuntirishga harakat qildim. Siz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Atom energiyasini qurish tarafdorlari va uni bizga siyosiy bosim sifatida ko'rilayotganini ham unutmasligimiz kerak. Ya'ni hukumatni bu yerda ayblab qo'ya olmaymiz albatta, lekin amaldorlarni nazorat qilishni unutmasligimiz kerak. Bu muqobil energiya deb ham davlatning katta pulini yeb yuborishgan amaldorlar. Qanday qilib desangiz, davlat tashkilotlariga ham yodingizga bo'lsa panellar o'rnatish kerak bo'ldi. Ular juda arzon panellarni qimmat ko'rsatib sotib olishdi va ular haligacha ishlamasdan turishibdi yoki umuman u panellar sotib olindi, qog'ozdagina qolib ketdi.